Hammada shunaqami yoki faqat bizdami? Qachon biror joyga boramiz desak, uydan urush janjalsiz chiqmaymiz. O'zimcha bir chiroyli video olib tursam, erim bu yoqda gapirib qoldilar. Nimaga har doim shunaqa chiroyli oila bo'lib yurganingni videoga olasan, lekin mana shunaqa urushayotganingni videoga olmaysan deb qoldilar. Ajab bo'lsin, mana shunaqa недовольный litsoyingiz bilan videoga chiqarib yuboraman deb bugun mana shu videoni joylayapman. Xullas, hech bo'lmasa bu yozda bir marta bo'lsa ham dam olaylik deb dachaga chiqishga qaror qildik. Yaxshi ham ukam bizga aytmasdan srazu dachani bron qilib qo'ygan ekan, bo'lmasa bilmadim qachon borardik. Xullas, shu bilan xolamgilarning oilasi va bizning oila birgalikda dachaga yo'l oldik. Borishimiz bilan bu dachani ko'rib wow dedik, chunki kattagina hovli ekan, ichlari ham keng, bolalarimiz maza qilib o'ynashdi. Afsuski, har bitta xonani obzor qilib videoga olish esimdan chiqibdi, lekin borishga va puliga arziydigan joy ekan. Borishimiz bilan srazu basseynga hammamiz galma-gal bitta kalla tashab chiqdik. O'zi ham basseynda maza qilib cho'mildik, undan keyin suhbatlashib o'tirdik. Kechki payt esa xolam qo'llarini o'ynatib biz uchun ovqat tayyorladilar. Bu ovqatni lekin ta'mini so'z bilan yetkazib bera olmayman. Shunaqa mazali bo'lgan edi. Ertasi kuni yigitlarimiz shashlik va baliq pishirishdi. Uni ham maza qilib yeb oldik va orada yana cho'mildik, dam oldik, yana suhbatlashib o'tirdik. Shu bilan bir kunimiz qanaqa o'tib ketganini ham bilmay qoldik.